Assalomu alaykum hammaga. Xo'rmanglar, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? YouTube'ga video qo'ymaganimizga 1 yildan oshdi. Xolos endi bu yog'iga muntazam qo'yib borishga harakat qilaman. Xo'p, Telegram kanalida bir oy oldin bitta video tashladim, darslik. O'shani bitta takrorlab berib, keyin keyin gaplashamiz. Xo'p, o'sha paytda bozor mana bu zonada edi. 20-iyul atroflarida menda hali o'sha analizlar nimalar qolib ketgan. Hozir men bu yerdagi nimani o'chirdim, sizlarga ko'rsatib berish uchun. Men dnevno time frame'da kanal tortib oldim, bozor pastga yuryapti deb. Keyin mana bu holatda qolib ketganiga bozorda nima interesli zona bo'lib turibdi. Bizda mana bu zona ancha interesli zona bo'lib turibdi. Keyin bunga kasanga bo'lgani uchun men bir o'ylab qoldim. Yaxshi dedim. Bozor o'rtada impuls bilan tanasi bilan yopiladigan bo'lsa 3,5 mingni ko'rishimiz mumkin ekan. 3800 3,5 mingni ko'rishimiz mumkin ekan. Atak buni yora olmasa bozor tepadagi kanalni buzish kerak deb analiz qilgan edik. Xudo xolisa mana tepaga buzdi. O'shani endi bitta razborini qilamiz. 1 soatlik time frame, 4 soatlik emas. Men ikkita diapazonni oldim. Bu diapazonni buni. Bu zona bilan bu zonani oldim. Menga qiziqroq bo'lgani chunki o'sha davrda bozor mana bu zonada edi. Mana bu zonada edi bozorimiz bizda. Endi struktura bo'yicha struktura sinishini aniqlab olishimiz kerak edi, aniqlab olindi. Bu struktura sinishini aniqlab olishni men qisqacha qilib tushuntirib o'tib ketaman. Deylik tepaga ketayotgan bozor misol uchun tepaga yurdi, atkat oldi, yana tepaga yurdi. Mana shu o'zini maksimum yangilab ketishi bizda bo'z deyilar ekan. O'zini maksimum yangilab ketyapti, yangilab ketdi. Endi maksimumdan oldingi minimum yangilanadigan bo'lsa, impuls bilan, ya'ni ham impuls ham tanasi bilan bozor pastga yopilishi kerak bo'ladi. Keyin atkat berib, bozor dalshi singan struktura tomonga, ya'ni pastga harakatlanishi kerak edi. Endi bu holatda bizda mana bu strukturamiz davom etishi bizda boss deyilar ekan. Struktura davom etishi boss deyilar ekan, struktura sinishi bizda cho'ch deyilar ekan. Xo'sh, endi xuddi shuni zerkalnisi pastga. Bizda pastga kelyapti. Mana bu zona boss bo'ldi, atkat, boss bo'ldi, atkat, boss bo'ldi. Bizda strukturamiz yana sindi. Mana biz oxirgi boss zonamiz va oxirgi minimumdan oldingi maksimum tanasi bilan yorib yopilsa, impuls bilan yorib yopilsa ham juda ham zo'r bo'ladi, ishonchliroq bo'ladi. Mana shu joydan endi bozor qaysi tochkalardan qaytish ehtimoli borligini biz ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Dalshi keyin qanday savdo qilamiz? O'sha haqida men sizlarga tushuntirib berib o'taman. Xo'p, bu zona bizda bo'z zonalar ekan, bu zona cho'ch zonalar ekan. Endi mana shuni screenshot qilsanglar ham bo'ladi. Bizda bozorimiz dalshi tushib keldi. Katta struktura bo'yicha bizda bo'z zonalarimiz bu yoqda. Kichkina strukturalarimiz bo'yicha mana bu zonadan kesilgan bo'ladi. Endi men katta struktura bo'yicha kelganim uchun mana bu zonada oxirgi bo'simiz bo'ladi. Kattaroq qiladigan bo'lsam 1 soatlik time frame'da esdan chiqarmaymiz. Oxirgi minimumimiz, undan oldingi minimumimiz atkat berib, yana dalshi pastga kelgan. Endi struktura sinish uchun oxirgi minimumdan oldingi maksimumimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, endi bizda bu yoqda cho'ch bo'ldi. Bu bizda oxirgi bossimiz. Endi bu holatda men nimani ishga solaman? 1 2 3 4 5-qatorda profil объем задum diapazoni. Mana shu instrument bizga kerak bo'ladi. Bu instrumentdan qanday foydalanaman? Bizda oxirgi boss zonamiz bor. Minimumdan oldingi minimum.
mana shu zonadan cho'chqigan zonamizgacha to'xtagan zonamiz mana bu yerda yurib keldi, to'xtadi. Mana shu sechalarimiz oralig'idagi eng katta ob'yem kirgan zonasi kerak bo'ladi. Endi mana shu eng katta ob'yem kirgan zonasini mana bu ko'rinishda olaman. Mana shu menga juda ham qiziq bo'lgan zona bo'ladi. Mana shu zonaga kelsa, bozorda tasdiqlarga qarab men pozitsiyaga kirishni boshlayman. Endi buni vaqtinchalik o'chirib turamiz. Menga yordamga Fibonacci keladi. Cho'chqigan maksimumdan uni minimumgacha tortaman. Soyasigacha tortaman. Uni nimasi yo'q. Xo'p, bundoq qilib oladigan bo'lsam, yana bitta narsani tushuntirib o'tib ketaman. Bu 0, bu 1. Bir nimaga tepada? Bozor tepaga harakatlanishni boshladi. Bozor qaysi tomonga harakatlanayotgan bo'lsa, o'sha tomonda 1 bo'ladi. 1 yorgandan keyin bozor 1618 ga qarab yurish qiladi. 1236 zonamiz bizada qaytarish kuchiga ega bo'lgan kuchli bitta zonamiz hisoblanadi. Endi 38.2 zonamiz, 38.2 zonaga men ko'proq ahamiyat beraman. Mana shu 38.2 zonamiz 0 bo'lsa, bu 1 bo'lsa, 38.2 gacha keladigan bo'lsa, bozor mana shu balandlikda 61.8% pastladi, ya'ni atkat oldi. Mana shu holatda menga 38.2 zona juda ham kerak bo'ladi. Juda ham kuchli zona, razvorot zona hisoblanadi. Ancha razvorot zona hisoblanadi 38.2 zonamiz. Endi mana shu eng ob'yem kirgan zonamiz bu bo'ladigan bo'lsa, mana shu POC zonamiz, point of control. Mana shu zonaga kelganda men pozitsiya yig'ishni boshlayman. Mana shu zonaga kelsa, pozitsiya yig'ishni boshlayman. Bu menga tasdiq. Bu tasdiq bo'ldimi, tepaga yordimi, shuni tagida stopimni qo'yib olaman. Lekin mana shu zonada men sotib olayotganimda, buy ochayotganimda stopim minimumda bo'ladi. Xohlaymanmi yo'qmi? Stopda uzoq deyishinglar mumkin, lekin buni ham asosi bor. Stop bozor mana bu ko'rinishda bu yoqdan kelib, mana shu ko'rinishda tanasi yopiladigan bo'lsa, bozor dal shu pastga qulab ketishi ehtimoli katta bo'ladi. Shuning uchun minimum bizada asnovani tagiga stop qo'yib turaman. Bu menga tasdiq bergandan keyin stopimni olib kelib bu yoqqa qo'yaman. Xo'sh, o'rtasini oladigan bo'lsam, stop zonam bu yoqda. Manda birinchi take profitim bo'ladi. Oraliq masofa katta. Boshida mana bu yerda bo'ladi meni stopim. Boshida bu yoqda bo'ladi. Mana. Keyin ko'tarib olaman tasdiq bergandan keyin. Ikkinchi take profitim va uchinchi take profitim. Har bittasida 30% dan yopib, hisobimni olishni boshlayman. Birinchi take profitda yopdimmi, imkoniyat darajasida maksimalni men stopimni 0 ga ko'taraman. Qaytib kelsa yana kirish bozor holatiga qarab kiraman. Lekin stopni 0 ga ko'tarish bu juda ham bir yaxshi bezubitishni pozitsiya qilish, bu juda ham bir yaxshi meni nazarimda. Ikkinchi take profitimiz va uchinchi take profitimiz. Xuddi shu bo'yicha pozitsiya qilganmiz. Shu pozitsiya qilgandan keyin asoslarimni Telegram kanalimga video qilib tashlab berganman. Makro qilganim uchun nimagadir internet sekin bo'lganmi, video qotgani uchun hozir yana boshqatdan men sizlarga tushuntirish olib bordim. Endi xo'sh, keyingisi. Misol uchun bizada dalshi misol uchun men bundoq qilib bizada boz keyingi bo'lsamiz, ya'ni bundoq bo'lar ekan. Undan keyingisi bu yoqda bo'lar ekan bizada. Xo'sh, endi bu holatda дополнительный покупка qilishga, ya'ni dokup qilishga imkoniyat berishi kerak. Shunda men Fibonacci yana olaman. Bunga tortaman.
bundoq bunga tortamanda mana bu zonada dokib qilishi mumkin bo'ladi. Mana shu zonada. Agarda oldingi kirgan zonam bilan dokib qiladigan zonam yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'sha men riskovat qilmayman. Undan ko'ra keyingi bosqichda pozitsiya kiraman. Bu yoqda misol uchun 1618 ga urgandan keyin men yana olamanda mana shu ko'rinishda Fibon tortib olaman. Bizda bu yoqda boss bo'ldi, maksimumimiz bor, bu yoqda minimumimiz bor. Mana shu maksimumdan minimumgacha Fibonni tortib olaman. Bularni paka o'chirib turaman. Uzr, buni o'chirishim kerak emas edi. Bundan chiqqandan keyin retestda menga qiziq bo'lishi kerak edi. 618 zonasiga kelganda menda pozitsiya ochishim kerak. Endi yana boyaga bizda fiksirning profil ob'yomiga qaytamiz. Mana shu zonada minimumgacha eng katta ob'yom kirgan zonasini aniqlab olaman. Menda mana shu zona kuchli zona deb beryapti. Mana shu zonaga kelsa, основной покупкani qilib ekanman. Endi men misol uchun mana shu zonada deylik spotda bo'lsa $1000 oladigan bo'lsam, bu zonada $200 olaman, maksimum $250. Agarda forex tilida bir lot ochadigan bo'lsam bu zonada 0.20 yoki maksimum 0.25 lot bilan pozitsiya ochaman. Agarda 0.10 ochmoqchi bo'lsam, bu yerda 0.02 yoki 0.03 lot bilan pozitsiyaga kiramanda 0.03 oladigan bo'lsam, 0.01 bittasi bu yerda, ikkinchisi bu yerda, uchinchisi 1618 ga yopib bozordan chiqib ketaman. Bu oraliq nimamiz, diapazonimiz bundoq oladigan bo'lsak, bizga 4 kunlik pozitsiyani beryapti. 4 kunda ikkitagina pozitsiya qilasanmi deyishingiz mumkin. Vaqti keladi, haftasiga bitta ikkita pozitsiya bilan cheklanib qolishimiz kerak. Endi kunlik savdo bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, kichkina time frame'ga olib, yana o'sha struktura sinash jarayoni bizga kerak bo'ladi. Mana bu yerda boss bo'lib kelgan. Bu yerda unaqa katta atkat bermaganligi uchun men nimani bossni bu yerdan oldim dalishi. Mana bu holatda bo'lar ekan. Xo'p, keyin olaman maksimumdan bu zonagacha tortaman. Eng katta ob'yom kirgan zonamiz bu yerda bizda buni ko'rsatyapti. Buni ham olaman. Buni tortib olaman. Bundoq qilib prava qilib qo'yaman. Chunki struktura singan zona-da bu. Ya'ni bundoq qilib boss deydigan bo'lsam, bu cho'ch bo'ladi bizda. Bu cho'ch bo'lar ekan. Endi yanada men kichkina time frame o'tsam, pastada asos bergan bo'lishi aniq, lekin M15 juda ham bir yaxshi time frame. Men pastga o'tmay turganinglar ma'qul, agar yangilar bo'ladigan bo'lsa. Lekin keyingi darslarimizda M1 da va M5 da savdo qilish usullarini ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda bizda 618 imizga atkat bermagan, shuning uchun savdoga kirilmaydi bu yerda. Dalshi bizda mana bu holatda bossni aniqlab, endi bossni aniqlaganimizdan keyin nima qilamiz? Mana shu bossdan biza qayergacha? Mana shu zonagacha tortib olaman. Endi menda eng katta men 3 ta yoki 4 tasini olaman. 3 ta yoki 4 tani olaman. Mana shu zonaga atkat berganda men kirishim kerak ekan pozitsiyaga. Endi yanada menga yordam beradigan narsa bu Fibonacci. Chunki boss bo'ldi, bozor tepaga yurib berish kerak bizaga. Mana shu maksimumdan minimumigacha Fibonni tortib olaman va mana bu zonamizga kelsa pozitsiya kiramiz. 236 va 382 zonalar nazorat zonalar hisoblanadi. Endi tasdiq bergandan keyin shuni tagida stopimiz. Bizda birinchi take profitimiz 1 darajasida, ikkinchi take profitimiz 1.236, uchinchi take profitimiz bizda 1.618 darajasida bo'ladi. Endi birinchi take profitimiz urganda, ya'ni mana bu holatda bundoq qilib oladigan bo'lsam, birinchi menda stopim bu yoqda bo'ladi. Mana men bitta kirgan bo'lsam,
bundoq qilib kirgan bo'lsam, birinchi stopim minimum tagida bo'ladi. Agar buni yoradigan bo'lsa, bizda cho'ch holat bo'lib, bozor strukturasi o'zgarib, yana bozor pastga ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun minimumga qo'yib turasan, zazori bilan qo'yaman. Diapazon katta bo'lishi mumkin. Buni shunga qarab hisobga olamiz. Pul boshqarish sistemasini men o'rgatganman oldin, yana sizlarga takrorlab o'rgatib qo'yaman. Bu albatta keyingi darslarda bo'ladi. Endi mana shu zonaga kirib, pastini lipidlarni yechib, tepaga chiqqandan keyin, tasdiq olganimdan keyin, ya'ni mana shu svichi yopilganidan keyin men stopimni mana shu minimumga ko'tarib turaman. Birinchi take profitimni oldim. Birinchi take profitimni olishim bilan zudlik bilan bezubitishni pozitsiyaga qo'yaman. Ikkinchi take profitimni oldim. Bezubitga turibdi. Bu yoqda 30%, bu yoqda 30% yopdim. Bozor bizada qaytib kelib bezubitkamizni oldi. Buni holatlar bo'ladi, albatta bo'ladi. Bu holatlar stop olish holatlari bo'ladi. Endi dal shu hozirgi xuddi shu usul bo'yicha analiz qilamiz. Bu analizimizda bizda bu yoqda boz bo'lyapti. Agarda misol uchun дополнительный покупка zonasini, ya'ni qo'shimcha savdoga kirish zonasini aytmadim. Uzr. Yo, boz bo'ldi. Mana shu boz to'xtagan joyda yana Fiboni tortib, mana bu zonalarda biza покупка qilishimiz mumkin edi. Birinchi take profitimiz 1, ikkinchisi 1.236. Birinchi take profitimiz urgandan keyin biz обязательно безубыточный pozitsiya qilamiz, lekin mana shu birinchi take profitimiz ham 220 pips foyda beryapti. Bularda ko'p holatlarda men o'zim ham mana shu 1 gacha kelganda yopib chiqib ketadigan vaziyatlarim bo'ladi. Mana o'zimda xavf sezadigan bo'lsam, xavf sezaman deganda bu katta trendga kelib urilyapti. Trend kelib urilishi bozorda qaytib ketishi ham mumkin. Yana dalshi mana bu holatda bizada boz bo'lyapti. Keyingi bosimiz strukturasini holatlarini ko'ryapmiz bu yoqda. Endi mana shu strukturasini holatlarida bizada strukturamiz sindi. Yana men olib mana bu holatda men ko'raman. Mana bu holatda bizada eng ob'yom ko'p kirgan zonani ko'rsatyapti bozor. Mana bu zonani ko'rsatyapti. Buni ham olib men bundoq qilib chizib qo'yaman. Buni faqat qizil qilaman. Chunki o'sha menda selga asos degani bu. O'chiramiz, bozorni kuzatamiz. Bu zonagacha kelmagan, atkatan bermagan bozor dalshi quyib ketgan. Xo'sh, yaxshi. Endi biz boya aytib o'tganimizdek, mana bu strukturamiz bo'yicha eng katta ob'yom kirgan zonamiz bu edi. Bu защита qilinish kerak bo'lgan zona bo'lgan. Chunki ob'yom ko'p kirgan. Bu yoqda bayerlar ko'p, sotib oluvchilar ko'p. Bu hozirgi o'rgatayotgan narsalarni spotda ham juda yaxshi ishlab beradi. Endi mana shu zona, mana shu analizga bo'ysungan holda, mana shu joyga kelganda pozitsiyaga kiriladi va minimumda stopimiz. Yaxshi foyda qilgan vaziyatlarimni ko'rsatib beraman sizlarga. 5 minutlik, 1 minutlikda scalping qilish videosini chiqargandan keyin yana boshqa strategiyalarni yoritib borishni boshlayman. Rahmat hammaga.